Hozir bitta skidka qilib beraman, o'rtalar like bosib, primoy komment yozib, yugurib kelmasdan ilojinglar qolmaydi. Chunki bu skidkani ko'rganingizdan keyin joyingizda telefon ushlab o'tira olmay qolasizlar. Aynan mana shu sapoklarimizni 69 mingga skidka qilib qo'yib yubordik. O'sha yangi yil kirishiga ham sanoqli soniyalar deyolmayman, sanoqli kunlar qoldi o'rtalar. Bu skidkadan tez foydalanib olaylik, keling sizlar bilan birgalikda ko'p gapirib o'tirmasdan obzorini ko'rib olamiz. Ketdik. Negativ uchun pojarnik ham chaqirib qo'ysak bo'ladi o'rtoqlar. Negativlik qilib o'tirmasdan kelib sifatini bitta ko'rib olsanglar ham bo'ladi. Podushkalarni ham ko'rib olasizlar. Maza qilib kiyishli bo'lgan sapoklarimiz, Xitoyda ishlab chiqariladigan, Xitoydan kirib keladigan sapoklarimizni obzorini qani davom ettirib ketaveramiz. 69 ming so'm narxlari, razmerlari 37 dan 41 gacha razmer, rasvetkalarni ko'rsatib ketaman. Juda ko'p mana. Rasvetkalarda kirgan skromniy deysizlarmi, bogatiro deysizlarmi, har xil model, har xil rasvetkalarda olib kirib qo'yganmiz qizim mana. Bu yoqda ham mana bunaqa modellarni qaranglar. Hammasi atiga 69 ming so'mga tezda kelib olib ketishga ulguringlar. Xohlasanglar 12 viloyatga bilasizlar bizani dastlabki xizmatlarimiz ishlaydi. Men bilan bitta ko'rsatib yuboring, shunday yaqindan. Shunaqa chiroyli bo'lib turibdi o'zi. Mana Wow, mana bu ham bir chiroyli model ekan. Hali bu sapoklarimizni bemalol 200 ming 300 ming sotsak ham bizga stoyt ko'tarardi ham narxlari, lekin bilasizlar, o'sha yangi yil oxiri, yangi yil yaqin deb sizlarni o'ylab skidka qilib yubordik, ham ko'chalarda ham o'sha qor yog'ib, suv tushib qoldi. 69 ming so'mga shu sapoklarimizni olishga ulgurib qolinglar, shoshilinglar. Bu skidkamiz tez uzagab ketishi mumkin, chunki o'tgan safargina bang'illatib, bir kunda olib ketibsizlar. O'tgan safargi skidkani bir kunda yuvib ketibdi. Buni ham bemalol olib ketsanglar, bemalol emas, tez olib ketinglar. 69 ming so'm dastlabki xizmatlarimiz 12 viloyatga ishlaydi. Navigatorda ham Yandex.News chiqib keladi. Shoshilinglar, Sergelida joylashganmiz.